Assalomu alaykum. Aktyorlarimiz kelibdi. Qoraqalpog'istonda komik bo'yicha har turli kulgili qilib, bizlarni xursand qilib ko'rib o'tsak, sol yigitni ko'rsak, Jadu degan yigitimiz kelibdi. So'mni o'zim xizmat qilyapman. To'y bo'lsin, Farog'at degan yigit qonaqqa chaqiribdi. To'y bo'lsin, Jadu bo'ladi. Assalomu alaykum. Armanlar. Mana qarang. To'y palovlarning strategiyalari, pishkilari, bizlar televizorda qo'ysak ham shu to'y palov, Instagramda ochsak ham shu to'y palov, radioni qo'ysak ham to'y palov chiqib keldi. Borib ko'ring, shu qalay bo'ladi, ne bo'ladi deb bugun xudo qarasa düzlashib bo'lgan ekan. Bugun keldik, uni qadrdon do'stlarimiz bilan birga Farog'at do'stimiz bor bilan. Sonra barchangiz shu to'y palovga ishonamiz. Kunimdan bir kunim qasida palov yey, qo'limdan bir tiyin pulim qasida palov yey deydi. So'sha hammangizni to'y palovga chaqirib qoladi. To'y palov zo'r. Hammangiz yaxshi ko'ramiz. Uylansa yaxshi kunda ovqat qaynasin. Rahmat. Jadu, rahmat. E'tibor uchun Xudo omon yurgaysan. Yigitlar, hamma shunda yaxshi kunda ovqat qaynasin. Xalqimizda. Rahmat.